Qoida bo'yicha yil bo'yi yoki urush yoki harbiy tayyorlik bilan kuni o'tadigan bir davlatning iqtisodiy yaxshi taraqqiy qila olmaydi. Yaponiyadek o'rta hal tipdagi bir davlatmi Ikkinchi dunyo urushidan keyin harbiy hozirliqlardan voz kechib, egilik huquqini setib taraqqiy qilish bo'shligiga erishgan. Holbuki Isroiliyadan iborat bu kichik tipdagi davlat urush o'ti izchil pasaymagan, yuqori harbiy chiqimga kafolatlik qilishga majbur sharoitda kasblarining dardisini to'xtamay o'rilitib, iqtisodning yuqori sur'atda ishini saqlab keldi va ism jismiga loyiq taraqqiy qilgan davlatga aylandi. Isroiliya qonuniyatga xilof keladigan bu ishni qanday amalga oshirdi? Bugun bu haqda so'zlaymiz. Qinamsa oltin barmoqlar harakat ko'rsin, boshlab ketdik. Falastinning yerlarida sut bilan hasal oqidi. Bu Tavrat sifatlangan Falastin. Amaliyotda bo'lsa Falastin rayonida sut bilan hasal uyoq tutulsin, suv tepishmi tas. Neftdan eg'iz etish texmi mumkin emas. Bu joyda boylik kamchil bo'lib qolmay, jug'rafiyalik o'rni qapsilib qolgan. Territoriy star kelmati nachar. Biroq tabiiy sharoiti va jug'rafiyalik sharoitining tilga og'uchilik hech qanday yeri yo'q. Nupusim ko'p emas, mana shunday bir mikro davlat, alohida gullangan iqtisodi bilan O'rta Sharqdagi gigant odamga aylangan. Isroiliyaning kishi beshiga to'g'ri kelgan o'rtacha GDP'si 50 ming Amerika dollariga yetadi. Isroiliya boylik shuncha cheklik turib, bu g'oyat zo'r natijani qanday qo'lga keltirdi? Boshdan kelaylik. Isroiliya 1948-yilda davlatini qurib oldi. Lekin bu shundan keyin isroiliyaliklar bu joyda baxtli turmush kechirishga boshlabdi deb oxirlashlagan cho'chak emas. Vaqtli bomba ko'mib qo'yilgan bu joyda hayot yashash uchun iqtisodni taraqqiy qildirish lozim. Barliq kasbning asosiy yezi egiligi. Isroiliya davlati yangi qurilganda terg'ili bo'lgan yerning ko'lami aran 160 ming gektar keladi. Tatliq suv boylig'ining noyit az bo'lib qolmay, sug'urish sharoiti nachar edi. Shunga Isroiliya yangi qurilganda ochliqda o'zini o'zi ta'minlash uyoq tutulsin, bug'doyning o'rniga to'pi yeydisimi yumshoqroq to'p topamaydi. Tabiiy sharoitining holi mushunchalik tursa, odamga tayanmoqdan boshqa chiqish yo'li yo'q. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Isroiliyaga kelganlarning ko'pincha Sharqiy Yevropaliklar edi. Ko'chmanlar ichida Sovet ittifoqi va Sharqiy Yevropadagi sotsialistik davlatlarda partiya a'zosi bo'lganlar ko'p sonni egallaydi. Bu partiya a'zolari Sovet ittifoqining 5 yillik plan egaligining mo'jizasini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Bu ulug' qurilishga bevosita qatnashgan va tashkillagan. Shunga Isroiliyaning dastlabki mazgildagi iqtisodiy siyosati sotsialistik iqtisodiy siyosat bo'ldi. Ko'pchilikning esidimikin, urushdan keyin Osiyodagi Yaponiya, Koreya, Hindiston qatorliq davlatlar iqtisodini taraqqiy qildirishning dastlabki bosqichida yerga tayangan. Bizmi shunday qilgan. Yerni isloh qilish barliq qurilishni boshlashning asosi. Yerning qo'lini egilik huquqini buzish va yerga yangi egilik huquq turg'izish, yangi qo'lni ishlab chiqarish munosabatlarining iqtisodiy qurilishga bo'lgan ta'sirini bevosita belgilaydi. Isroiliya bu ishni yerdan boshladi. Yaxshi yeri bu davlat yepyeni davlat. Jamiyatning har qaysi qatlamlari asosan ko'chmanlardan tarkib topgan. Shunga yerning egilik huquqini bekitish nihoyat osonga to'xtadi. Isroiliyaning hamma yerlari davlatga tava bo'ldi. Suv, kon, o'rmon boyliqlarini bu davlat kontrol qildi. Yerning egilik huquqi aniq bo'lgandan keyin Isroiliya yez egiligini taraqqiy qildirishni birinchi o'ringa qo'ydi. Chunki avval qo'saqni beqish kerakda. Isroiliya eng qisqa vaqt ichida ochliqda o'zini o'zi ta'minlashni ishga oshirishga bel bog'ladi. Isroiliyada terg'ili bo'g'ida keng ko'lamda yem yo'q. Sapli tog' bilan qumliq, suv boyligi kamchil, havosi qurg'oq, tuproqning sifati yaxshi emas. Mana shunday noyat ko'p foydasiz omillar oldimi Isroiliyaliklar bosh egmadi. Ular yuqori yezi egilik texnikasi, mukammal bo'lgan sug'urish sistemasi va to'xtamay yangilik yaratib turadigan boshqarish usuliga tayinib yezi egiligida butun dunyoni hayron qoldiruvdek mo'jiza yaratdi. Bu Isroiliya uchun oson to'xtamadi. Agar uning boshqa amali bo'lgan bo'lsa edi, hargizmi bu ishni avval qilishni tanlamagan bo'lardi. Chunki yuqoriqilarning har birisi g'oyat zo'r mablag' talab qiladigan ish. Yangi qurilgan davlatda nada buncha ko'p pul bo'lsin? Yahudiylarda pul yo'q demsiz deyishinglar mumkin. Yahudiylar noyat boy degan ko'z qarash bizga burundan solib ketgan. Yana bir qism kishilar Isroiliya va Amerikadagi Yahudi moliya guruhlari Amerika hukumatini kontrol qildi deganga shaksiz ishindi. Ana shunday bo'lsa, Amerika Iroqdagi o'g'li Isroiliyani pulsiz qo'yami? Lekin biz Isroiliya davlati yangi qurilgandek tarixni eslab chiqsak, ishning amaliyot undaq emasligini va yuqorqi ko'z qarashlarimizni xatoligini bayqaymiz. Oldi bilan Isroiliyadagi Yahudiylar boy emas edi. Ular asosan urushda ziyonkashlik uchragan o'rta va tuvan qatlamdagi odatli fuqarolar. Rossiya jamiyatiga o'xshash boy Yahudiylar allburun Yevropadagi mulklarni pulga aylantirib Amerikaga tikib yetib bo'lgan. Isroiliyadagi Yahudiylarda pul bo'lmag'achqa davlat ichida mablag' to'plash mumkin emas edi. 1956-yildan burun Amerikaning Isroiliyaga bergan yordami nihoyat oz bo'lgan. Isroiliya qurilib 7 yilgacha Amerika hukumatining Isroiliyaga qilgan yordami aran 370 million Amerika dollari bo'ldi. Bu birinchi qatimliq O'rta Sharq urushidagi 6 millionlik harbiy yordamni o'z ichiga oladi. Siz balki bu oz pul emaskan-ku deyishingiz mumkin. Lekin bu yordam Amerikaning o'xshash mazgilda Yaponiyaga va Koreyaga qilgan yordamining aran 10dan 1-chilikda keladi. Amerikaning Isroiliyaga bo'lgan muomalasi boshlanishida hozirgidek yaxshi bo'lmagan. Buningdagi sabab Amerikaning ayni chog'dagi strategik markazi O'rta Sharq emas edi. Shundaqla ham Amerika Isroiliyaga cho'ng umidni bog'lamagan. Isroiliya garchi birinchi qatimliq O'rta Sharq urushida utib chiqqan bo'lsa-mu, lekin uning dushmanlari yanada kuchli va uni o'rab turdi. Shunga Amerikaning nazaridagi Isroiliya kino boshlanib 10 minutdan o'lib qolgan personaj boshlaydi. Amerika ya palachmasa, bu davlatning keyin qora otga aylanishini qandoq oldin bilsin. Shunga u hargiz Isroiliyani deb arab dunyosining tishini tegadigan ishni qilmaydi. Davlatlar ara munosabatda haqiqiy dadaballik munosabati bo'lmaydi. Hammasi oxirida faqat foyda manfaat. Keyincha bu o'g'il dadining o'ylanmagan yerdan chiqib dadisiga yarab qoldi. Ondan uning yordamiga erishdi. Undaqda Isroiliya mablag' masalasini qanday hal qildi? Isroiliyaning mablag'i ikki tarafdan keldi. Birisi Germaniya Federatsiya hukumati bergan urush turimi, yana birisi zayon taqib to'plangan mablag'.
İsrailiyadagi Yahudiylarda pul bo'lmagan bilan Amerikadagi Yahudiylarda pul ko'p. Har xil zayom taqit mablag' to'plash Yahudiylar tarixdan buyon o'ynab titratgan o'yin. Shunga Isroiliya Amerikadagi Yahudiylarga zayom taqit mablag' to'pladi. Mablag'ga erishgandan keyin Isroiliya yezi egiligini taraqqiy qildirishga tutish qildi. 1952-yilga kelganda Isroiliyaning terig'ili bo'lgan yeri biroz ko'payib 350 ming gektarga yetgan edi. Davlatning ochliq ishlab chiqarish miqdori tez suratda oshdi. Ochliqda garchi o'z-o'zini qamlaydigan holga yetmagan bo'lsa-mu, lekin yangi davlat qurilgandagi ochliq kamchilik bo'lish holatidan qutuldi. Qo'saq beqish kapolatga ega bo'lgandan keyin Isroiliya sanoatini taraqqiy qildirishni boshlab ketdi. Buning jarayonini keyingi qismdan anglaymiz.